Kusura bakmayın İbrahim. Jiyanim shartakiroq, sharta so'raydi qo'yadi. Ochiqchasiga. Ochiq gapiradigan insonlar yaxshi bo'ladi, Davud. Seni yaqining bizning yaqinimizdir. Baraka top. Sema. Sirimni hech kimga aytmadingiz-a? Afsus, hech kimga aytmadik. Agar sen nega bunday qilayotganingni bilsa, turib ketarmidi. Necha kundan beri bir luqma ham yemayapti. Yuzi ham kulmayapti. Bir og'iz gapirmayapti ham. Buni menga aloqasi yo'qdir. Miyasida nimadir reja qilayotgandir. Bilasan, nimadir reja qilayotganda yemay, ichmay ishni o'ylaydi. Aniq bir nimani reja qilyapti. Shunga shunaqa bo'lib qolgan. Qanaqa reja bo'ladi yana? Zeynab, qo'ysang-chi. Tavba, seni qaytarishdan boshqa qanday rejasi bo'ladi? Ammo senga shuni ham aytib qo'yay. Men tanigan Halil Ibrohim o'sha nokasning xatni o'ldirgandan keyin seni hech qaysi bahonangni eshitmaydi. Shartta qo'lingdan sudrab uyga olib keladi. Hozir nimaga senga bosim o'tkazmayapti? Shuni bilgin deb aytayapman. Bilaman, Sema. Bilaman. Ishon, ba'zi narsalarni sendan ko'ra ko'proq bilaman. Mayli, endi qayta qolay. Keyingi safar sen biznikiga bor, xo'p? Xo'p. Aytganday, Halil Ibrohim meni dushmanim emas. Uyda bo'lganda ham kelishi mumkin edi. Ya'ni yolg'on gapirishing shart emasdi. Ammo ko'rganingdan xursand bo'lding-a? Bilaman, o'sha yerda desam kelmasding. Kelmasdim. Lekin madaniyatli ikki insonday gaplasha olamiz. Shunga ko'rishganimiz muammo tug'dirmaydi. Yaxshi, unda sog'inganingda menga qo'ng'iroq qil. Ya'ni men emas, Halil Ibrohimni sog'inganingda sizlarni uchrashtiraman. Bu ishni hech bas qilmaydiganga o'xshaysan, shunaqami, Sema? Kel. O'zingni ehtiyot qil. Sen ham. Yaxshi bor. Ko'rishguncha. Ko'rishguncha. Kapitan menga aytgandi, Zuhal. Aytgandi. Tamer bo'lishi mumkin degandi. Biz insonlarni bilolmas ekanmiz. Ikki farzandimizdan ko'ra Tamerni ko'proq o'ylardik. Lekin tushgan holimizga qara. Osiya uni ham nafrat bilan katta qildi. Xuddi Tarikka o'xshatib. Ammo men o'g'limni nima gunohi bor edi? Levent, o'g'lim bularga loyiq emas edi. Marhamat, Rizvon dada. Ichmayman, qizim. Rahmat, aybga buyurma, qizim. Nima deganimni o'zim bilmayapman. Kimga qayg'urishga ham hayronman. Ya'ni gapingiz to'g'ri, Rizvon dada. Lekin dadamning gapidan xafa bo'lmang. Uni hammadan ko'ra ko'proq siz tushunasiz. Farzand dog'i bu. Albatta, uni tushunaman. 3 farzandimdan ayrildim. Naslimni quritishdi. Fikriyat bor dada. Unday demang. Bor. Fikriyat borlikka bor. Ukalardan biri uni himoya qilaman deb o'ldi. Boshqasini esa u o'ldirdi. Bu borada siz ham haqsiz. Lekin endi o'z hayotingizni yashashni vaqti keldi. Hali juda yoshsiz. Istasangiz yana ko'plab o'g'lingiz bo'ladi. Ya'ni naslingiz davom etadi hali. Shunda hamma ko'radiki,
Rizvonni avlodi davom etyapti, hayotini davom ettiryapti deydi. Nasli, davlati ko'payganidan ko'payyapti deydi. Aytganingni o'ylab ko'rdim Aysha. Ha, o'tgan kunga gapingni. Ha, Nedimi bilan turmushim buzildi. Asiya ham endi yo'q. hozir balki buni mavrid emasdir. Biroq Gamze bugun ertalab siz haqingizda so'ragandi, ya'ni sal chalg'ing deb aytyapman. Ha, barakat opa, Aysha, sen bo'lmasang, meni o'ylaydigan hech kim yo'q. Menga Rizvanbey juda yoqdi, mard ekan deb aytdi. Albatta, ba'zi muammolar bor. Yo'q emas. Qanaqa muammolar? Oilasini ko'ndirishga sal qiynaladimi deyman. Ammo men sizni nomingizdan ajoyib taklif aytdim. Shuni aytib qo'yay. Hatto sal katta gapirgan bo'lishim mumkin. Keyin menga bu nima qilganing demaydi. Nimani aytyapsan? Ya'ni moddiy ma'noda unga katta va'da berib yubordim. Garchi Gamze menga boyligini qizig'i yo'q degandi, lekin men oilangdagilarni ko'ndirarsan bu pulga dedim. Yaxshi qilibsan, barakalla. Zotan boylik, pulni bundan keyin nima ahamiyati bor? Uni kimga qoldiraman, Aysha? Hozir muhimi hayotimni qolgan qismini farog'atda yashashdir. Xush kelibsan, Fikret. Xush ko'rdik. Yavuz va Dursunning yoniga kelgan bo'lsang, mehmonxonaga ketishgan. Bilaman. Ular yo'qligida Damla bilan gaplashib olsam degandim. Bandmasmi? Bandmas. Kelaver. Men Damlaga xabar beray. Xush kelibsiz. Xush ko'rdik. Nimadir ichasizmi? Nimadir olib Yo'q. kelingmi? Sen bilan gaplashmoqchiman. Marhamat, o'tiring. Avvalo sizdan uzr so'ramoqchiman. Bilaman, dardingiz boshingizdan oshib yotibdi. Men ham dard ustiga dard bo'ldim, lekin bunday yangilikni boshqalardan eshitishingizni istamadim. Jahlimni jilolay olmadim. Jahlini jilolay olmagan kishi juda ko'p xato qilishini yaxshi bilaman. O'zingni ayblama. O'zing qilaysan. Tuzukmisan? Yana jahlingiz chiqmadimi? Jahlim chiqqani bilan nima o'zgaradi, Damla? Ha, hech narsa o'zgarmaydi. To'g'ri. Ammo siz xohlasangiz hamma narsani o'zgartira olasiz. Ya'ni agar bu bolani tug'ilishini istamasangiz, siz xohlamaganingiz uchun bunga rozi bo'laman. Tashakkur senga. Bu gaping men uchun g'oyat qiymatli. Ya'ni hamma boshqa narsa degani bilan sen meni o'ylading. Albatta sizni o'ylayman, Fikret. Bilaman, balki hislarimiz bir o'lchamda teng emasdir. Lekin men o'rtamizda sevgi bor deb o'ylayman.
Men ham aynan shuni gaplashgani kelgandim. O'rtamizda rishta borligi aniq. Ko'rib turganingday, bu yanada mustahkam rishtaga aylanadi. Ammo qaror seniki. Sen qanday qarorga kelsang, men buni qo'llab-quvvatlayman. Fikrat, siz juda dono insonsiz. Men bu aytgan fikringizni doim qo'llab-quvvatlayman. Afsuski, men buni hozir mavridimda bilolmayapman. Ya'ni bir tomondan Ayshi, bir tomondan Nedima ona, ukalaringizni boshiga tushganlari. Aytmoqchimanki, bu bolani dunyoga keltirish qanchalik to'g'ri, buni bilolmayapman. Aytganimday, Damla, qaror seniki. Agar bolani dunyoga keltirishni istasang, kim nima deyishini menga umuman qizig'i yo'q. Agar xohlamasang, shunda ham seni tushunaman. Shunda ham yoningda bo'laman. Xo'p. Sog' bo'ling. Hali bir qarorga kelishga vaqtimiz bor, o'ylanmang. Ammo bir narsani bilmoqchiman. Bizning munosabatimiz davom etadimi? Ya'ni onangiz meni uydan haydadi-yu. Bizning munosabatlarimiz nima bo'ladi? Shuni so'rayapman. Ya'ni bundan keyin nima bo'ladi, biror nima deya olmayman, Damla. Kecha onam meni ham ko'rishni xohlamayotgandi. Tamerdan keyin jon bolam deb qoldi. Balki men ham Ayshani hal qilsam, onangiz meni ham qizim deb bag'riga bosar. Shunda ham Ayshani ta'zirini beribsan, Damla. Senga hech nima qilmasa bo'ldi. Qiladi. Hali ko'rasiz. Gap Aysha haqida ketarkan, u jim o'tirmaydi. Lekin men undaylardan emasman. Ha, sen unday bo'lma. Unday ayol bo'lma. Balki yana bir imkonimiz bo'lar. Yana gaplashamiz. Xo'p. Nima dedi? Sen nima desang shu bo'ladi deyapti. Ammo onasi muammo chiqarishi aniq. Ne dema ona, bu bolani xohlamasa qanday birga yashaymiz? Ba'zi narsalar hech narsaga qaramay amalga oshaveradi. Sen tik tur. Men yoningdaman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. O'g'lim, shu paytgacha qayerda yuribsan? Kasalxonada edim, dada. Aytgandim-ku, fizioterapiyaga boraman deb. Telefoning nimaga o'chiq? Quvvati tugayapti, dadajon. Hozir mashinada to'ldirdim quvvatini. Salom, komissar. Salom, Serkan. Aytgandek, hujum qilingan joylarni eshitdim, komissarim. Tabriklayman, qoyil maqom operatsiya bo'libdi. Nihat Martin ham qayga bosh urishni bilmay yurgandir. Battar bo'lsin. Buni menga aloqasi yo'q. Majnun komissar operatsiyaga bosh edi. Lekin gaping to'g'ri. Qoyil maqom ish qilishdi. Ha, shunday. Bir gap aytaman.
Ammo meni urushasiz deb qo'rqaman dedi. Mendan yashirib ish qilgan bo'lsang, hozir ayt. Hech bo'lmasa faqat tanbeh beraman Serkan. Yo'q dedi, berkitishmas bu. Burningni tiqma deganingiz-ku, shuni nazarda tutyapman. Unda burningni tiqma. Shoshma Davud. Gapini aytib borsin, bir eshitib ko'raylik, qani. Shu Hakan Martin bilan orada ko'rishardim-ku. Dala hovlisi tomonda uni bir joyi bor. U bilan o'sha yerda ham ko'rishgandik. Odamlari, qurollar deganday ko'p narsasini ko'rgandim. Qarasam, raid o'tkaziladigan joylarda o'sha yerning nomi yo'q ekan. Balki jandarma atayin bu joyni sir saqlayaptimi deb o'yladim. Yoki Martinlar u yerni yopgan u biz hech nima topa olmadikmi dedim. O'sha joy qayerda? Dala hovlisidan burilganda yana bitta ombor bor edi. U yer Martinlarga tegishlimikan? Kimning nomidaligini qayerdan bilaman dedi. Hakan bilan o'sha yerda ko'rishgandik dedim-ku. O'sha ombor dala hovlining aynan qayerda? Sen yaxshilab tushuntirchi? Men Majdun komissardan so'rab ko'raman. Balki reyd o'tkazishib hech nima topa olishmagandir. Xo'p bo'ladi, komissar. Sen dedem bilan qachon yaqin bo'la qolding-a? Keyin sirlashamiz deganing nimasi? Bu shaxsiy hayotim. Shunaqami? Sen buni tushunmaysan. Shaxsiy hayotim. Sen meni singlimizsan. Bu nima deganing edi? Albatta hayotingga aralashaman-da. Sen ham meni akamsan, ammo seni hech bir ishingga aralasha olmayman. Lekin sen meni hamma ishimga aralashasan. Shunaqa. Halil Ibrohim, hammaning oldida bemalol Zaynab bilan ajrashdik dema. Bu nima qilganing axir? Chunki ayrildik, Edanur. Balki siz ham endi tani olarsiz deb aytyapman. Menga qara Halil Ibrohim, seni juda yaxshi tushunib turibman. Sen Zaynabni himoya qilish uchun ayrildik deyapsan. Xo'p, buni tushundim. Ammo qaytib bu qizning yonida bunaqa gaplarni aytma. Zaynabni himoya qilaman deb aksincha uni ranjitib qo'yasan. Sen avval shu barmog'ingni tushir. Ha shunday. O'ylanma. Siz aytgan edingiz, kapitan, haq bo'lib chiqdingiz. Lekin bu sizdan boshqa kimni ham xayoliga kelibdi deysiz. O'zimizni qo'limizda katta bo'lgan bola shunday nonkor, shunday xoin bo'lib chiqsa-ya. Bu yerda o'tirib davlatning siyosatini sen bilan gaplasha olmaymiz. Har bir daraxtni qurti o'z ildizidan bo'ladi. Afsuski, tarix davomida xoinlarni doim qo'limizda katta qildik, o'z qo'limiz bilan oziqlantirdik. Bu yangilik emas. Kapitan, endi meni o'g'il farzandim yo'q. O'zimni davlatga, millatga, vatanga bag'ishlayman. Foydali bo'ladigan ish qilmoqchiman. Masalan, qanday? Men shuni Xat Martinni o'ldiray deyapman. Albatta, siz menga bunday imkoniyatni yaratishingiz mumkin. Oldin ham ko'rdingiz, yonimdagi xoinni deb maqsadimga yeta olmagandim. Bo'lmasa uni joyida tinchtardim. Ya'ni sen jinoyat qilasan, biz esa seni yoningga olamiz. Hatto butun mahkama senga yordam beradi. Shuni xohlayapsanmi? Keyin qonunga muvofiq ish ko'raverasiz, kapitan. Ya'ni bu ishim jazosiz qolsin demayapman. Borib, umrimni qolganini qamoqda o'tkazaveraman. Qonun ism va obro'siga qarab o'tirmaydi, Nesim. Nihat Martinni qo'lga olish qiyin emas. Muammo bundan ham jiddiyroq. Shuning uchun kengroq fikrlanesim. Nimani aytyapsiz? Xullas, kengroq o'yla. Bu davlatga yanada buyukroq qanday xizmat qilishim mumkin degin. Bor, uyga o'yla. O'ylayman. Men borib Leventimni ziyorat qilay, qabristonga boraman. U yerda teranroq fikrlayman. Alijon, mehmonimizni kuzatib qo'ysang. Xo'p bo'ladi, komissarim. Qani-ki, o'tir o'g'iz. Shu ta'mir ishini bilarmiding? Yo'q, kapitanim, bilmasdim. O'g'lim, gilamni yonida supuruvchimisan? Yo seni kino ko'rgani yubordikmi ularning yoniga, ha? Rezvan Letoni o'g'li Martinni kalla kesari ekan, xabaring yo'qmi? Siz bilarmidingiz, kapitan? Bilardim. Dalilim yo'q edi.
Dalil bo'lmay xabar bergan kishi sensan, men emas. Yo'q, kapitan, o'qilmagan ekan. Ha, bunisini ham bilarkansan-da. Bu ajoyib poshom. Kapitan, boshqa narsalarni ham bilaman. Xohlasangiz aytaman. Bir choy ichamizmi, ha? Yo'q, kapitan, keyin icharmiz. Ofarin o'g'lim, seni sinagandim. Xo'sh, boshla. Nimani aytmoqchi eding? Kapitan, eshitishimcha bu Nihat Martinning yana bir ombori bor ekan. Buni kim aytdi? Haloma? Yo'q, kapitan, uning xabari yo'q. Nihoyat undan avval menga xabar olib kelding-a? Xo'sh, qayerda ekan? O'rtoq boshliq, istasangiz Alijonga manzilni qayerdaligini aytay. Oqshom Eda xonim bilan uchrashuvingiz bo'lmasa, ya'ni bo'sh vaqtingiz bo'lsa, sen bilan men reyd o'tkazishimiz mumkin. Hammasini shunday qoldirmaymiz axir. Do'st bor, dushman bor. Seniki aniq yana boshimizga balo bo'ladi. Uni keragi yo'q. Nihat Martinning hamkorlari nima qildi, boshliq? Tipirchilab qolishdi. Qayergacha sakrashini dalillar bilan qo'lga olganda ko'ramiz. Yoqdimi ishtaha? Halil Ibrohimga birga ovqatlanamiz. Senga ham sho'rva aytaymi? Mayli, icha qolaman. Yigitlar, yana bitta sho'rva olib keling. O'g'iz qayerda? Siz Edanur bilan gaplashayotgandingiz, gapingizni bo'lishni istamadi. Mahkamaga ketdi. Bir muammo chiqib qoldi. Tinchlikmi? Qanaqa muammo? Senga aytganlarimdan tashqari yana bitta ombor bor ekan. Bizni Serkan Hakan bilan o'sha yerda ko'rishgan ekan. Shuni kapitandan surishtirgani ketgandi. Qayerda ekan bu ombor? O'zoner degan joyga yetmasdan. O'g'izga qo'ng'iroq qilchi. Mayli. Osh bo'lsin, afandim. Rahmat. O'chirilgan, o'sha yerga ketgan bo'lishsa aloqa yaxshi emasdir u yerda. To'g'ri. Men sho'rva aytdim, ammo uydagilarga ovqatga yetib kelaman deganman. Bora qolay, ayb bo'lmasin. Ichsang bo'lardi sho'rvani, borguningcha hazm bo'ladi-yu. Keyin gaplasharmiz. Aka. Kel. Halil Ibrohimning yoniga borgan ekansan. Ya'ni uni ko'rgani bormagandim, ammo uchrashib qoldik, ha. Nimani gaplashdingiz? Ya'ni vaziyatga oydinlik kirita oldingizmi? Shunga qiziqyapman. Aka, nimasiga oydinlik kiritamiz? U uyda, men bu yerda. Zeynabim, boshingga tushganlarni qanchalik og'ir ekanligini bilaman. Ona bo'lish qanchalik muhim, buni ham fahmlayapman. Biroq shunday bo'lmagan bo'lsa, bu dunyoni oxiri emas-ku. Axir ayrilishingizga bu bahona bo'la olmaydi. Bu bilan nima demoqchisiz, aka? O'ylama Zeynab, men bolali bo'laman, senga beraman, janingni katta qilasan demoqchimisiz? Yo tavba, sen bilan qanday gaplashishni ham bilmay qoldim, ha. Biz sen uchun qayg'uryapmiz. Darrov og'zimizga urmagin-da, singlim. Bo'ldi, hech narsa demadim. Jonim aka, jonim o'zimni. Bilaman, menga yaxshi bo'lsin deyapsiz. Har doim shuni tilagansiz. Menga shunisi yaxshi aka. Halil Ibrohim ham baxtli bo'ladi. Vaqti kelib ayriliqqa ham ko'nikamiz.
hamma o'z hayotida davom etadi, mana ko'rasiz. Ey, u nima qildi? Bu yigit senga xiyonat qildimi? Ha? Nima qildi? Sen qanday qilib osonlikcha undan ajralyapsan? Men shunga tushunmayapman. Ya'ni xiyonat qildi deyishimiz mumkin. Nima? Kim bilan? Nimalar deyapsan, Zaynab? Yo'q aka, unday emas, ya'ni siz qilganday emas aka. Ha, men qilganday emas. Unda qanday xiyonat qilgan bo'ladi? Boshidan beri bu munosabatni men xohlagandim. Halil Ibrohimni bu yo'lga men boshladim. Demak, u ham bir nimalarga hali tayyor emas ekan. Haligi bor-ku, o'lgan qiz Yasmin. Uni unuta olmayaptimi? O'tmishga aloqador ruhiy zarba olganmi? Ha, aka, nimalardir bo'lgan. Qo'yavering, ikkimiz uchun ham shunisi yaxshi deb o'ylayapman. Aytganday Damlani ko'rgani boribsiz. Gaplashdik. Nima dedi? Sen nima desang shu bo'ladi dedi. Ya'ni unga qaror seniki. Moddiy va ma'naviy holda bolani ta'minlayman. Ammo senga doir kelajakda baxtli hayot va'da qila olmayman dedim. Nimaga? Balki oshiq emasdirman, Zaynab. O'rtoq boshliq, men 4 kishi sanadim. Ha, shunday. Kapitan, siz shu yerda qolsangiz, men ularni hal qilib ichkariga kirsam, so'ng sizga xabar qilsam nima deysiz? Odatda shunday qilganimiz ma'qul edi. Ammo ichkarini ko'ra olmayapman. Shunga seni xatarga qo'ya olmayman. Menga bu tuzoqdek tuyulmayapti, kapitan. Ichkarida ko'pi bilan yana 2 kishi bor. Ichkarida nima borligini ham bilmaymiz-ku. Koshki Darveshni ham chaqirganimizda edi. Kapitan, aytdim-ku, tog'ani faqat ismi Darvesh, o'zi emas deb. Ya'ni kelganda ham ko'ra olmasdi. O'zim hal qilib kela qolay. Aslida sen ham hislaringga ishonaman, biroq xayolingiz boshqa joyda xingir-xingir qilish deganday. Shunga uncha ishonmayman. Kapitanim, aytmay deyapman-u, ammo Halil Ibrohimga bo'lgan bor g'azabingizni mendan olyapsiz. Bo'lmasa buni menga aloqasi yo'q. Albatta, sen Edanurni ortidan yugurmayapsanmi? Shuni tezroq otay ketay deb shoshyapsan. 100% haqsiz, kapitan. Edani yoniga shoshilyapman. Tezroq shularni hal qilib ketay. Ertalabgacha ombordagi buyumlarni tashittiraman. Ko'ramiz, qo'l oyog'ingda mador qolarmikan. Eda kutyaptimish. Ahmoq, yur.
Yugur. Ushlang ularni! Bo'l. O'qni bekorga ketkazma. Ular ko'pchilik edi. Kapitan tuzoq ekan. Senga aytgandim, tentak. Snayper otyapti. Ot. Kapitan toza shekilli. Ha. Haloga bo'rdaligimizni sen aytdingmi? Yo'q, kapitan. Tovuq miyasan. Hozir buni sizlarni men qutqardim degan ta'nalarni kim ko'taradi endi? Boshliq nima desa ham roziman. Hayotimizni qutqardi. Yo, tavba, oyoq osti bo'lishga buncha havasli bo'lmasang. Oldin bunaqa emasding. Keyin yuqtirdingmi bu odatni? Gapingiz to'g'ri, kapitan, to'g'ri. Komissarim, yaxshimisiz? Yaxshi emasman. Undan ko'ra o'lganim yaxshi edi. Shoshma, sen bu yerdaligimizni qayerdan bilding? Tasodifan. Sizlar nimaga 2 kishi keldingiz? Nega guruh olib kelmadingiz birga? Kapitan Haloga o'q-dori kerak dedi. Shu bois faqat ikkimiz yolg'iz kelaverdik. Og'ayni, menga qarab bo'lgan narsani aytishingiz kerak emasmidi? Birga men ham kelardim. Shundoq ham shu yerdasan-ku. Minnatdorchilik kutyapsanmi, poshshom? Laqmalikni bas qiling. Shu yerni yaxshilab tekshiring. Tezroq bu yerdan ketaylik. Kapitan, siz qayoqqa? Ta'sirlarni yo'q qilaman. Siz qurollarni tashing. Yur, og'ayni, yur. Kel. Kel Musa, kelaver. Nima bo'ldi? Jandarma omborni bosmadimi? Aytganingizdek bo'ldi, Nihatbey. Qani o'tir. Xo'sh, qulog'im senda. Avvaliga kapitan bilan O'g'iz ikkalasi keldi. Tuzoqqa tushdi. Ikkalasi ham o'lay deb turgandi. Xo'sh, Xalil Ibrohim keldi. Ikkalasi ham hayotini qutqardi. buni qarang. Yilmazim haq bo'lib chiqdi degan. Men O'g'iz bilan Xalil Ibrohimni tili birligini sezardim, ammo kapitan ham ularni yonida ekanda. Shunday efendim. Kim bular o'zi? Qayerga, kimga ishlaydi, qaysi bo'linmadan? Ular kimga ishlaydi? Kim bu yaramaslar? Salom. Xush kelibsiz. Xush ko'rdik. Ko'rdik, tog'a. Xush ko'rdik, tog'a.
Darsdan keldingizmi, mashg'ulotdanmi? Bo'limi ahvol? Yuk tashib charchab qolishdi, azamatlar. Ha, shohona hayotga o'rganib qolishgandi-da, xon bo'lib qolishibdi. Tog'a, ko'cha boshida bir yuk mashinasi bor. Ichida qurol bor. Shuni dalaga yashirib qo'ying. Qurol to'la mashinani dalaga yashiramizmi? Dalaga? Hammasini bir joyga yashirish xavfli emasmi? Mingboshim, so'ramasangiz bo'lardi. Axir yaqinda urush boshlanadi. Haligi, biz har kuni sizga o'xshab nafsimiz bilan kurashmaymiz-da. Bizda orada bir urush chiqadi. Unga ham tayyor turishimiz kerak. Tahoratday tushuning. Kapitanim, tog'amni ismi Darvesh xolos, o'zi emas. Qayerdan bilasan? Alloh bilan banda o'rtasiga tushma, nodon. Tog'a, hamma uxladimi? Xonalariga ketishgandi. Qolganini Xudo biladi. Menga ijozat. Ana ko'rdingmi? Qamayli, men bu oqshom shu yerda uxlay qolaman. Xo'p, kapitanim, unda sizga men yostiq, yopinchiq olib kelay. Shart emas, o'g'lim. Tepamizdan qor yog'armidi? Kerak emas. Mayli, unda Alloh rohatlik bersin. Ha, yana qaytaraman. Sen Allohning ishiga aralashma. Birodar, demak, kapitan sen bilan gaplashmoqchi. Men ketdim. Sen qol, ozgina o'tir. Xo'sh, qulog'im senda. Nimani aytay, kapitanim? Boya yoningiz dedim-ku. Yonimda bo'lmagan payting haqida gapiryapman. Shu ayriliq mavzusi nima bo'ldi? Shunday bo'lish kerak edi. Shunday bo'ldi. O'zingiz ham shunday bo'lishini xohlamayotganmidingiz? Eshitdim, farzandli bo'la olmas ekansiz. Xafa bo'ldim. Zeynab uchun ona bo'lishga munosib ayol edi. Albatta seni ota bo'lishga loyiq inson deb ayta olmayman. Nimaga, kapitan? Nega? Men ham insonman. Men robot emasman. Men ham tuyg'ularim bor, men ham hislarim bor, men ham orzularim bor. Mayli. Ishim xatarli, ammo bu boshqa masala. Lekin men ham hamma qatori odamman. Biz sizni farzandli bo'ling deb yetishtirmadik. Bolalarni bu mamlakatda go'zal kelajagi bo'lsin deb yetishtirdik. Senga o'xshagan shuncha yetimga otalik qilish turganda faqatgina o'zingni farzandingni suyasanmi? Agar shunday o'ylagan bo'lsang, demak men sizni tarbiyalay olmabman.